Assalomu alaykum. Davom etamiz yana uстановkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni tamomlab, tugallab, egalariga topshirib bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand shaharining o'ziga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Divandan boshladigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmer bo'ladi. Mana bu holati parallel bo'lgan. Ya'ni mana stolchani razmeridagi mashalga qoplangan. Xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Matras $100 gacha razisa qiladi pulida. Tumbalar o'rta holatda, razmeri kichikroq qilib ishlangan. Tremosi 140 razmerda, balandligi 185. Fasad qismi indifdan, korpus qismi laminatdan bo'ladi. Mebelning ichki holati klient xohishi. Klient nima deydi? Mana bu tomon ikki tomon polka, o'rta vishilka bo'lsin desa ham qilib beramiz. O'rta qismi polka, ikki tomon kiyim ilish uchun mo'ljallangan. Yonbosh razmer 270, balandligi 245. Uy razmeriga mebel oladiganlar mana shu o'lchamga e'tiborli bo'lamiz. Xo'sh, mebel rangida turli xil tanlov bor. Mana bu shampan svet bo'lsa, buni tilla rang, kumush, oq, glans svetlari bor. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 0404 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Mebel aytilgan narx ichida 150 km dastavka ustunovka olib borib berish xizmatlari ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Mebelni to'g'ridan to'g'ri sexni o'ziga borib ham ko'rib tanlab olishingiz mumkin.